Shveysariyada Gulnora Karimova va banklar ustidan sud jarayonlari boshlanadi. Shveysariya huquq-tartibot idoralari tomonidan bundan 14 yil avval boshlangan shov-shuvli jinoyat ishi yangi pallaga kirdi. Dushanba 27-aprel kuni mamlakat federal jinoiy sudida O'zbekistonning birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning sheriklari ustidan navbatdagi sud jarayonlari boshlanadi. Ayblov markazida ofis jinoiy tarmog'i Shveysariya bosh prokuraturasining da'vosiga ko'ra Gulnora Karimova tomonidan boshqarilgan va ofis deb nomlangan jinoiy tuzilma yillar davomida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirishni istagan xalqaro kompaniyalardan yirik miqdorda pora undirib kelgan. 2012-yilda ochilgan ushbu ish doirasida korrupsiya, jinoiy guruh tuzish va katta miqdordagi mablag'larni noqonuniy yuvish kabi og'ir ayblovlar ilgari surilmoqda. Banklar ham javobgarlikka tortilmoqda. Bu galgi sud majlisining o'ziga xos jihati shundaki, sudlanuvchilar kursisida nafaqat jismoniy shaxslar, balki Shveysariyaning nufuzli moliyaviy institutlari ham o'tiradi. Xususan, Lombard Odier banki korporativ jinoiy mas'uliyat doirasida javobgarlikka tortilgan. Prokurorlar bankni pul yuvishda bevosita ayblamayotgan bo'lsa-da, bank rahbariyati shubhali mablag'lar oqimini to'xtatish va jinoiy zanjirni bir qismiga aylanib qolmaslik uchun yetarli chora-tadbirlar ko'rganmi degan masala ko'rib chiqiladi. Toshkentdagi so'roqlar va standartlar muammosi. Shveysariya sudi o'z tarixida birinchi marta dalil to'plash uchun mamlakat tashqarisiga chiqib, 2026-yil boshida Toshkentga Gulnora Karimovani ikkinchi bor so'roq qilgan edi. Biroq bu jarayon xalqaro huquq me'yorlari bo'yicha ko'plab e'tirozlarga sabab bo'ldi. Shveysariyalik sudyalar savollarni bevosita emas, balki O'zbekiston bosh prokuraturasi orqali berishga majbur bo'lishgan. Maxfiylik talablari va jinoiy javobgarlik haqidagi ogohlantirishlar sababli advokatlar jarayonda qatnashishdan bosh tortgan. Bu holat mazkur ko'rsatmalarning Shveysariya sudida qanchalik qonuniy kuchga ega bo'lishini katta so'roq ostida qoldirmoqda. Sud sirtdan o'tkazilishi mumkinmi? Sudlanuvchilarning Jeneva yoki Belizondagi sud zalida shaxsan hozir bo'lish ehtimoli juda past. 53 yoshli Gulnora Karimova ayni damda O'zbekistonda jazo muddatini o'tamoqda. Uning asosiy biznes hamkorining qayerdaligi esa noma'lumligicha qolmoqda. Shu sababli sudyalar ishni sirtdan ko'rib chiqish yoki uni alohida qismlarga bo'lib yuborish imkoniyatlarini muhokama qilishmoqda. Sizningcha 14 yildan beri davom etayotgan bu mashhur jinoyat ishi o'z nihoyasiga yetadimi? Shveysariya banklarining ushbu jarayondagi javobgarligi haqida nima deb o'ylaysiz?